Svet o'chishi endi sizlarda muammo tug'dirmaydi. Chunki bizda 2 kilovatdan boshlab 15 kilovatgacha bo'lgan generatorlarimiz bor. Qaranglar. 2 kilovatli, 3 kilovatli, 3,5 kilovatli, bu yerda shumli variantligisi, 4 kilovatli, 4,5 kilovat, 5 kilovat, 5 kilovat, 5,5 kilovat. Bu yerda 9,5, bu yerda eng kattasi 15,5 kilovatligi bor. 9,5 kilovatligini ham xuddi shunaqa korpusdagisi bor. Ertadan sotuvda bo'ladi. Endi men sizlarga buni bitta-bitta tushuntirib beraman. Qaranglar. Eng kattamiz 15 kilovatli bo'ladi, ko'rishinglar mumkin. Bu 380 ham 220 volt tok chiqarib beradi, benzinda ishlaydi. Soatiga 2 litrdan 4 litrgacha rasxod qiladi. Bu ham 380 ham 220. 380 da 13 kilovat tok beradi. 220 da 15 kilovat tok chiqarib beradi sizlarga. O'zini komplektida AVR sistemalari bilan bo'ladi. Ko'rishinglar mumkin. Bu avtomat svetni o'zi yoqib beradi. Hamma narsasi bor. Start stopda ham zavod qilsanglar bo'ladi, ham tortda zavod qilsanglar bo'ladi, to'rtta funksiyada zavod qilsanglar bo'ladi. Baki 40 litrli bo'ladi. Bunimizning narxi 3175 dollar chiqadi. Xohlasanglar 9,5 kilovatlikda ochiq korpusdagisi bor. Bunga nisbatan shumi ozgina balandroq bo'ladi. Narxi 1200 dollar. Komplekt averi bilan. Xuddi shunaqangi yopiq korpusda 9,5 kilovatligimiz bor. Uni narxi 1800 dollar chiqadi. Endi bu yerda 5,5 kilovatli ходовой uylar uchun mo'ljallangan bitta konditsioner, televizor, освещениyalar, xaladeliklarni yoqib beradigan variantimizda komplekt averi bilan 770 dollar. Buni baki 10 litrli bo'ladi. Soatiga 0,6 dan 2 litrgacha benzin rasxod qiladi. Bunda ham start stop, hamma narsasi komplektda bo'ladi. Olib yurish uchun juda ham qulay. Ko'tarasizlar, ketaverasizlar bemalol. Endi yangicha variantimizda ko'rishinglar mumkin 5,5 kilovatli dvijogimiz. Ya'ni 5 shumli inverterli bo'ladi. Bunda ham start stopli, 4 ta balonli, kamiga buni o'zini pultlari ham bor. Bitta e'tibor beramiz, qaranglar. Mana, ko'ryapsizlarmi buni? Bunimizning narxi ham 770 dollar chiqadi komplekt averlari bilan. Xohlasanglar bunaqa variantimiz ham bor. Buni ham narxi 770 dollar chiqadi. Buni ham komplektda averi bor. Mana sizlarga 5,5 kilovatli dvijogimiz, variantlar juda ham ko'p, bemalol kelib olib ketsanglar bo'ladi. Narxi 770 dollar chiqadi. Nechi bu? 4 averli. Aha. Xohlasanglar mana bunaqangi 4,5 kilovatli variantimiz ham bor. Buni narxi 684 dollar chiqadi. 4,5 kilovat, 684 start stop hamma narsasi bor. Bunga ham komplektda mana ko'rishlar mumkin, pultlari bilan, averlari bilan bo'ladi. Endi menga aver shart emas, o'zim ruchnoy zavod qilib yoqaman desanglar, mana sizlarga boshqacha variantlarimiz ham bor. Bez averli variantlarimiz 700 dollar, 650 dollarga ham bor. Xohlasanglar 4,5 kilovatli bez aver variantimiz ham bor mana. Ko'rishlar mumkin. 4,5 kilovatli narxi 585 dollar chiqadi. Xohlasanglar mana bunaqa variantimiz ham bor. Narxi 650 dollar chiqadi mana. Bitta e'tibor beramiz, ko'ryapsizlarmi buni? Mana. Zavod bo'lishi ham buni knopkali bo'ladi. Bosasizlar, bittada zavod bo'ladi. Ochiq korpusda variantimiz bor. 3,7 kilovatli bo'ladi, mana ko'rishinglar mumkin. Bu ochiq korpusda shumi balandroq bo'ladi. Xohlasanglar mana bu variantimiz ham bor. Bunimiz 3,2 kilovat, 3,5 kilovat maksimalni beradi. Narxi 494 dollar chiqadi. Buni benzin rasxodi ham kamda buniga. 1 litr, 1,2 litr, maksimalni 1,5 litrgacha rasxod qiladi. Xohlasanglar mana bu 3,5 kilovatli variantimiz mana. 3 kilovat maksimalni beryapti. 5-6 litr baki narxi 455 dollar chiqadi. Xohlasanglar mana bu variantimiz bor. Bunimiz 2-3 kilovatli narxi 403 dollar chiqadi. Buni ham benzin rasxodi juda ham kam. Eng qizig'i olib yurish uchun juda ham yengil, piknikka ham juda ham zo'r bo'ladi. Xohlasanglar eng kichkina variantimiz maksimalni 2,1 kilovat beradiganimiz 317 dollar chiqadi. Zavod bo'lishlari ham yengil, qaranglar. Tortish ham juda ham yengil mana. Benzin rasxodi juda ham kam bo'ladi. Taxminan 1 litr, 1,2 litr rasxod qiladi mana. Narxini aytdim, narxi 317 dollar. Generatorlarning turi juda ham ko'p. Bemalol do'konga kelaverasizlar. 9,5 kilovatli ham ertaga sotuvda bo'ladi. Narxlarni aytdim, xarakteristikalarni aytdim sizlarga. Bemalol do'konga kelib xarid qilishingiz mumkin. Olib borib qo'yib beramiz. Ustunovkalari ham bor. Ustunovkasi faqat отдельный bo'ladi. Toshkent shaharchada dastavkamiz besplatniy. Kimga yoqqan bo'lsa, pastki nomerlarga murojaat qilamiz. Like bosish esdan chiqmasin. Svet o'tsa, endi sizlarda muammo bo'lmaydi chiroqdan. Generator bitta ustunovka qilinadi. Bo'ldi, uylarda chiroq bo'ladi. O'zi avtomat ishlaydi, xohlasanglar o'zingizlar tortib qilsanglar ham bo'ladi.